Ramazonni avvalida kamchiliklarga yo'l qo'yib, oxirini yaxshi o'tkazgan kishi avvalni yaxshi o'tkazib, keyin oxirida kamchilikka yo'l qo'ygan kishidan ko'ra afzalroq bo'ladi. Chunki amallarni oxiriga qarab e'tiborga olinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda innamal a'malu bil xavatim. Albatta amallar xotimalariga ko'ra e'tibor qilinadi deganlar. Shuning uchun ham ba'zilar Ramazon keldi deganda tarovehlarga chiqib, solih amallarga nihoyatda qattiq bel bog'lab, juda jiddiy jahd qiladi-da, keyin oxiriga borib sustlashib qoladi. Mana shu odam haqida aytishganki, ulamolar aksincha, boshida ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, lekin oxirida yana ham jiddiy jahd qilib, ko'proq ibodatlarga kirishib, belini mahkam bog'lagan odam yaxshiroq hisoblanadi. Chunki amallar xotimalari bilan.